sen tug'ilasan. Chaqmoq qorong'u tun osmonini tilib o'tadi. Sovuq havo murg'ak o'pkangni yondiradi. Doyaning quruq va titroq barmoqlari yelkangdan tutadi. U onangga seni zulmat farzandi deb shug'urlaydi. Onangning mehribon yuzi yaqinlashadi. U nur farzandi deydi. Xona ichi birdan osoyishta jimib qoladi. Beshik ustida osilgan sovuq mis halqa shamolda tebranadi. Uning metal hidi burunga o'tkir kirib boradi. 7 yoshsan. Qora mushuk yungi silanganda, barmoq uchidan kutilmaganda yarqin chaqmoq uchquni sachraydi. Kichik quloqlar bu sirli qisirlash ovozini ilg'aydi. Yurak ko'krak qafasida tinimsiz va tez gupillaydi. Akang ot tuyoqlari ostida yanchiladi. Qon hidi onaning faryodiga qo'shilib ko'krak qafasini teshib o'tadi. Shu kundan chakka to'xtovsiz zirqiraydi. Ko'z yumilganda miya ichida yarqin geometrik shakllar girda kapalak aylantiradi. 17 yosh. Vabo isitmasi tanani olovdek qovuradi. Xonadagi o'lim va isiriq hidi nafasni bo'g'adi. Ruhoniy ota ko'z yosh bilan muhandislik o'qishiga rozi bo'ladi. O'pkaga toza havo kirib yengillatadi. Graz universiteti mashina uchqun sochadi. Professor o'zgaruvchan tok imkonsiz ekanini baland ovoz bilan da'vo qiladi. Quloqlar kar bo'ladigan darajada qiziydi. Barmoqlar musht bo'lib tugiladi. Aniq haqiqat miyani yorib kiradi. Kechasi sham tutuni ostida chizmalar tushiriladi. Barmoqlar qorayadi. Uyqusiz og'ir mehnat yillari boshlanib ketadi. Budapesht bog'i. Goethe she'ri ovoz chiqarib pichirlaganda aylanuvchi magnit maydoni miyada to'liq chaqnab ochiladi. Tayoqcha bilan qumga chizma tortiladi. Keng ochiq ko'zlar asr yechimini ko'radi. Quruq tuproq shamolga uchadi. Okean kemasi sahna. Tuzli shamol yirtiq kiyimdan o'tadi. Cho'ntakda bor yo'g'i 4 sent pul qoladi. New York. Ot go'ngi va qalin tutun hidi. Baland temir shovqini quloqni kar qilib yig'adi. Thomas Edison ofisi. Qimmatbaho sigara tutuni anqiydi. Uning mensimas nigohi tana bo'ylab muzdek o'tib ketadi. Kema dvigateli kechalari tuzatiladi. Moyga botgan qo'llar qaltiraydi. $50,000 mukofot puli kutib qiynaydi. Mukofot so'ralganda Edison ovoz chiqarib kuladi. Bu shunchaki Amerika hazili degan so'z ko'krakni ezib sindiradi. Oylar davomida zovur qaziladi. Belkurak qabartirgan kaftdan qon sizadi. Loyli qotgan non tomoqni g'ijimlab o'tadi. Tungi taxta to'shakning sovuqligi qaqshatadi. Lekin qorong'u miyada yorqin chiroqlar tinimsiz yonib ko'zni qamashtiradi. Ayollarning marvarid taqinchoqlariga nigoh tushadi. Vujudni sovuq ter bosadi va chuqur jirkanish hissi chulg'aydi. George Westinghouse xonaga kirib keladi. Ishlayotgan mashina dvigatelining o'tkir azon hidi dimoqni kuydirib o'tadi. Shartnoma imzolanadi. Qog'oz qirrasi barmoqni kesadi. Oq matoga tomgan qon buyuk kurashni rasman boshlab beradi. Edison qora PR boshlaydi. Gazetalar mudhish xabarlar yozadi. Bosmaxona bo'yog'ining badbo'y hidi havoni zaharlaydi. Hayvonlar tokda o'ldiriladi. Chirkin qichqiritlar eshitiladi. Bu mudhish shafqatsizlik ichki irodani to'xtovsiz sindirib boradi. Tunlari uyqu yo'q.
Yuzlab chiroqlar laboratoriyani tandirga aylantiradi. Ter kiyimga yopishib, tanani qiynab charchatadi. Kolumbiya ko'rgazmasi. 100 minglab chiroqlar bir vaqtda yonadi. Tun kunduzga aylanib, ulkan olamonni lol qoldiradi. Tana orqali million volt o'tkaziladi. Ko'k uchqunlar barmoq uchidan yorqin sochilib, ochiq havoni yoritib yoradi. Westinghouse holdan toyib keladi. Bankrotlik yaqinlashgan. Xonaga og'ir va sovuq o'lim jimligi cho'kib bosadi. Axloqiy chorraha keladi. Peshona terlaydi. Cho'ktakdagi mis simqirrasi qabalgan barmoq ichini chuqur ezib kiradi. Qo'llar qaltiramasdan, millionlar yozilgan shartnoma ikkiga yirtiladi. Qog'oz yirtilishi xonada o'tkir jaranglaydi. Niagara sharsharasi. Ulkan suv gumburlashi yer qa'rini larzaga keltiradi. Yuzni muzdek sovuq buv qaplab sovutadi. Turbinalar aylanadi. Ulkan metallar qisirilaydi. Uzoqdagi New York shahri yaratilgan nurdan ilk bor yorishib ketadi. Mehmonxona ovqati keltiriladi. Likopcha ustida qat'iy 18 ta salfetka turishi kerakligi tarang asabni bosadi. Odamlar sochiga teginishdan qochiladi. Begona teri tekkanda vujudni sovuq titroq va og'ir noqulaylik chulg'ab oladi. Xonadagi pashsha g'ung'illashi quloqqa kar qiluvchi poyezd shovqini kabi o'tkir baland ovoz bo'lib quloqni teshadi. Kutilmaganda mudhish xabar keladi. Ona og'ir kasal. Telegramma qog'ozi qaltiragan qo'llar orasida g'ijimlanib bitadi. Poyezd g'ildiraklari temirga to'xtovsiz urilib taqillaydi. Derazadan esayotgan sovuq shamol yuzni tinimsiz kuydirib o'tadi. Vatan tuprog'iga qadam qo'yiladi. Chang va quruq isiriq hidi bolalikni darhol ko'z oldiga olib keladi. Onaning to'shagi yonida tiz cho'kiladi. Uning zaif qo'llari qabargan barmoqlarni mayinlik bilan silab yuboradi. Uning ko'zlaridagi cheksiz g'urur charchoqni yuvib ketadi. Lablar burchagi ko'tarilib, yurakda sokin xotirjamlik paydo bo'ladi. Xonaga bahor quyoshi tushadi. Oltin chang zarralari yorug'lik nurida raqsga tushib havoda girda kapalak uchadi. Onaning nafasi kutilmaganda uziladi. Quloqlar kar bo'ladi. Dunyoning barcha shovqini shu lahzada mangu o'chib ketadi. Yagona nur so'nadi. Xona havosi og'irlashib nafas yo'lini to'sadi. Atrof ulkan sovuq zulmatga aylanib qoladi. New York laboratoriyasiga qaytish. Yuzlab odamlar orasida suyaklargacha o'tadigan mudhish yolg'izlik ezib boradi. Morgan ofisida o'tirib, moliyalashtirish so'raladi. Uning qalin sigara tutuni xonani ko'zni yoshlatadigan darajada to'ldiradi. Warden Clive minorasi quriladi. Temir to'sinlarning zang hidi ochiq havoda shamol bilan birga ko'kka ko'tariladi. Yer qobig'i orqali energiya uzatish chiziladi. Barcha insoniyatni bepul yorug'likka to'ldirish oliy maqsad bo'lib yonadi. Pul tugaydi. Ishchilar tarqaladi. Baland minoraning shamolda xavfli g'ichirlashi yurakni ezib, ruhni sindiradi. Marconi radiosi haqida xabar keladi. Gazeta varag'i titrayotgan barmoqlar orasida bosilib, keskin yirtilib ketadi. Morgan shartnomani bekor qiladi. Alam bilan stolga urilgan mushtdan barmoq suyaklari zirqirab alanga oladi. Minora portlatib yiqiladi. Qulagan temir ovozi uzoq ufqni titratib, quloqlarni uzoq vaqt kar qilib qoldiradi.
Chang buluti yuzni yopadi. Tuproq tildagi achchiq ta'mni uyg'otadi. Buyuk orzular abadiy tuproqqa qorishib yo'qoladi. Qorong'u mehmonxona xonasida tizza quchoqlanadi. Yuzdagi chuqur ajinlar peshonadan oqayotgan sovuq ter bilan qoplanib qoladi. O'nlab qishlar almashadi. Tana charchaydi, qo'llar titraydi, lekin miyadagi yorqin chizmalar hamon hayot baxsh etadi. Ko'chalarda aylanib kabutarlar boqiladi. Qushlarning qanot qoqishi yuzga yengil shamol olib kelib yurakni tinchlantiradi. Derazaga oq kabutar qo'nadi. Uning ko'zlaridagi g'ayri tabiiy nur qorong'u xonani bir lahzaga yorqin yoritib yuboradi. Non ushoqlari kaftdan to'kiladi. Quruq nonning o'tkir qirrasi qabargan terini sezdirmas yirtib o'tib ketadi. Tunlari osmonga qaraladi. Uzoq shahar chiroqlari yonib turibdi. Bular hammasi qilingan uzoq mehnat hosil beradi. New York mehmonxonasining sovuq to'shagi, xonada eski dorilar va changning achchiq hidi tanani bo'g'ib ezadi. Deraza ortidagi qishning shamol ovozi endi uzoqdan eshitilib turadi. Nafas olish tobora og'irlashib, so'nib boradi. Qo'ldagi eski missim barmoqlar orasidan sirpanadi. Uning sovuqligi holdan toygan vujudni qoplab muzlatadi. Ko'zlar mangu yopiladi. Miyadagi barcha mashinalar to'xtaydi. Qorong'u dunyo cheksiz va mangu jimlikka cho'madi. Siz darsliklarda ko'rmagan tarix faqat shu yerda. Safimizga qo'shiling va obuna bo'ling.